Sherip Axun xalpitim keyincha Sherip Damollam deb atalgan bo'lib, 1904-yili Shoyar bozori Qumliq mahallasida tug'ilgan. U oilasida bir mezgil bilim olgandan keyin Kuchardagi Saqsaq madrasasiga berib, Musoyib Damollamda o'qigan. 1921-yili Qashqar xonlik madrasasiga berib, bilim olgan bo'lib, deyilishicha ko'p vaqtlarda tamoq atsam vaqt ketidi deb umash chelib bo'rining ustiga dum ko'mtirib olib, har qitimda kesib yeb nihoyatimi tirishib o'qigan va shuningga loyiq bek tez boshqa taliblarning oldiga o'tib ketib, xalpat bo'lganlikdan Sherip xalpitim deb atalgan ekan. Sherip xalpitim shu zamonlarda Turkiyadan kelgan bir necha apandimdan fanniy bilimlarni olgan bo'lib, siyosat, coğrafya, astronomiya, algebra, fizika ve ximiya fanlaridan asos solganligi keyingi konspektlardan ve taliplarining aslimasidan bilinmoqda. Sherip xalpitim 1931-yili Shoyarga qaytib kelib, uylangan ve Fatma ismli bir qizi tug'ilgan. 1932-yili Qashqardagi do'stlari Sherip Damollamni jiddiy chaqirtqashqa ayolga hayot mamatlik safarga mangdim. Bir yilgacha kelolmasam boshqa erga tegisi bo'ladi degan mazmunda shartlik taloq berib Qashqarga ketgan va birinchi Cumhuriyetning eng dastlabki jangchilaridan biri bo'lgan. 1933-yili Shoyar qo'zg'olonining yetakchilaridan bo'lgan Sherip Damollamning otasi Imin Mufti va Imin Muftining do'sti Hoji Alam Axunum Qashqarga berib Cumhuriyet e'lon qilish murosimiga qatnashganda Sherip Damollam Qashqarda o'qiyotgan 50 dan ortiq shoir, kuchar va boy tavasidan kelgan askarlarni tashkillab qo'g'dug'ichilik qilgan. Cumhuriyet e'lon qilingan yili qishda Sherip Damollam Cumhuriyet armiyasidagi ba'zi ishlardan ro'yi sovib, biz haqqa askardan bekrak muallim lozimkan deb askarlikdan voz kechgandan keyin askarlikdan qochdim deb Cumhuriyet askarlari tarafidan qiynoqqa uchirgan va so'roqqa chaqirganda Mahmud Sijonga iltimos qilib, Qashqar yangi shaharning Qorliq degan yeriga tonishtirib pul chiqarib solgan maktabga muallim bo'lgan ekan. Sherip xalpitim u maktabda islomiy bilimlarni asos qilgan universal dars bergan bo'lib, bizgacha yetib kelgan. Quyosh sistemasi, fasllar va kech kunduz almishishi haqidagi rasmlik sizmalarini o'z ichiga olgan konspektlaridan jadidchilikning ta'siriga cho'nqur uchirganligini tavhid, hadis, mantiqa, tarix, coğrafya, astronomiya, algebra, meditsina va dunyo siyosati qatorliq darslarni o'tganligini ko'rib olaymiz. Sherip Damollamning otasi Imin Mufti Cumhuriyet tarafidan Shoyarga mufti qilib tayinlangan bo'lib, u 1937-yili Xo'janiyaz hoji chaqirgan yig'inga berib, qo'lga elinib, o'z zimini musodara muhosir qilingan. Buning natijasida oiladagi kichki 6 oylik bo'lgan bolalari egisiz qolgandan keyin Imin Muftining otasi Arshidin Qumliqning do'sti 100 yoshlarga berib qolgan Alabeg Imin Mufti oilasi bilan bo'lgan do'stligi tufaylidan oiladagi kichik bolalarning hammasini Qaylor egarchidagi ziminiga yerlashtirib, Imin Muftining o'g'li shu vaqtda Qashqar yangi shaharda muallim bo'lib turayotgan Sherip xalpitimga xat avatgan. Otasi Imin Muftining yig'inga ketgan peti tutilib ketganligi, oilasining aqtirilib vayron qilinganligi, kichki 6 oylik bo'lgan inilarining boshsiz qolganlik xabari kelganda Sherip xalpitimning Qashqarda olgan ayoli homildor bo'lib, ayoliga o'g'il bola tug'ilsa Badriddin, qiz tug'ilsa Saodatxon qo'ying deb bir bag'oqchi qoldirib qo'yib Shoyarga ketgan. Sherip Axun xalpitim Shoyarga kelgandan keyin iqtisodiy jihatdan uzul-kesil vayron qilingan. Cumhuriyet mezgillarida hukumat ishxonasi qilingan uy zimini Shingsay avatgan yangi hokim tarafidan ishxona qilib olinganlikdan Qaylorga berib bir mezgil turgan. Shu chaqda Gulbog' Aqiriqqa qarashliq Bo'zdongdagi Ismoil Imin degan kishi mening Imin Muftiga qarzim bor edi. Qarz to'lab bo'lguncha Imin Muftiga Xitoyning ko'zi tegdi.
hozir mening bolalarimmi o'lik o'choqliq bo'lib bo'ldi. U dunyoda qarzim tutmasin, qarz qaytarg'unim bo'lsin deb 600 mo atrofidagi terilg'u yerini Sherif Axun Damullamga yer xeti va bojpiroq tarix hujjatlari bilan billa o'tkazib bergan ekan. Sherif xalpitim otasidan qolgan ozroq o'tin yerimlarga ega bo'lgandan keyin bosh bo'lib xalqni safarbar qilib, hozirgi Shoyar Xalq bankisining o'rnidagi cho'ng xonqoda 2 qavatlik madrasa silib, ilm o'gitishni boshlagan va shuningdan boshlab Shoyarda Sherif Damullam deb mashhur bo'lishga boshlagan. Taliblardan keyin Shoyar birinchi o'rta maktabga mudir bo'lgan Ibrohim Hojim, keyingi yillarda talib tarbiyalab, zo'r to'hpalarni qo'shgan Qosim To'qa, Aqyo'l Damullam, Mijit Axun Xalpitim, Mahmud Qarojim, Shukr Axun Xalpitim, Mo'min Qorim, Ayub Qorim qatorliqlar bor bo'lib, hammasi Paris, arab tillarida tavhid va mukammal diniy bilim, fanniy bilimlardan universal asosiy savod olgan. 1949-yili Shoyardagi bir qism kishilar kommunistik partiya keladigan deb chatalga mong'on va Sherif Damullamni chatalga chiqib ketishga da'vat qilganida Sherif Damullam mening jinim jangdan eshib qolgan mukofot jon. Kommunist Xitoy kelsa, so'lig'ili odam lozim bo'lib qola. Vatanimda o'lay deb qilib qolgan ekan. 1951-yili Sherif Damullam tarixiy aksil inqilobchilarni tartib chiqarish do'lqini ostida nazarbandga ilingan bo'lib, burunqi atimiras qolgan ziminlari hatto Bo'zdongdagi terilg'u yerlaridan tartib hech nima qo'ymay musodir qilinib, o'zi bugurlik Abliz Chingizxon Damullam qatorliq kishilar bilan billa Qashqarga opirib siyosiy o'ginishga silingan. 1971-yili Sherif Damullam Shoyar qamoqxonasiga qamilib, 1972-yili 4-oyda butun badallari jarohat bilan to'lgan. Mang'almaydigan holatida oilasiga kepilga berilgan bo'lib, oilaga berilib 43 kundan keyin, ya'ni 1972-yili 5-oyning 28-kuni vafot bo'lgan va o'ziga tava terilg'u yerning beqinidagi qum do'nga dafn qilingan. Keyingilarning aslishicha Sherif Damullamning namoziga kelganlar 10 mingdan ortiq bo'lib, kishilarning ko'pligidan hukumat shoyarliklar isyon qiladigan bo'ldi deb soqchi elib chiqqan ekan.